Sizdan ham rus tili fanidan S1 sertifikati so'rashyaptimi? Ishga kirishda, oylikni oshirishda atigi bitta hujjat muammo tug'diryaptimi? Bugun bitirgan talabalar, hatto tajribali o'qituvchilar ham aynan shu muammoga duch kelishmoqda. Ko'pchilik S1 sertifikati imtihonni topshirishdan qo'rqadi. Insho yozishda qiynaladi, suhbatda esa gapira olmay qoladi. Men sizga bu muammolarga yechim beraman. Aynan siz uchun maxsus kurs ochdim. Rus tilidan S1 darajaga tayyorlov kursi. Bu yerda men sizni insho yozishga, razgovordan o'tishga va imtihonning har bir bosqichini yengishga tayyorlayman. Har bir dars amaliy misollar bilan bo'ladi. Siz faqat nazariyani emas, balki real imtihon formatini his qilib tayyor bo'lasiz. Agar siz ham ishda, hayotda va daromadda yangi bosqichga chiqishni istasangiz, kursga hoziroq ro'yxatdan o'ting. Kurs to'liq onlayn bo'ladi. Darsni Zoom orqali jonli o'taman. 10 kishini tayyorlayman. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi tugmani bosing.